Qirmizi xonadon serialining keyingi qismida Arsalan mashinada ekanligini va u Samudilni eslab juda xafa bo'lishini ko'rasiz. Chunki Arsalan Samudil hamma narsani eslaydi va u buni aldash uchun qilyapti deb o'ylaydi. Shuning uchun Arsalan Samudil haqida bilib olishga qaror qiladi. U haqiqatan ham hamma narsani unutganmi yoki yo'qmi? Mana endi Arsalan Bobar Samudilni kasalxonada ko'rikdan o'tkazgani haqida xabar oladi. Shuning uchun u hamma narsani bilib olish uchun o'sha kasalxonaga boradi. Biroq old tomondan kimdir keladi. Shuning uchun Arsalon mashinasini boshqa tomonga buradi va u baxtsiz hodisaga duch keladi. Arsalon o'ziga kelganida kasalxonada bo'ladi. Lekin Arsalan uni kasalxonaga kim olib kelganini tushunmaydi. Shuning uchun u o'rnidan turib ketadi va keta boshlaydi. Keyin shifokor keladi va u Arsalanga to'xtashini aytadi. Siz hozir dam olishingiz kerak. Lekin hozir Arsalan uni kasalxonaga kim olib kelganini so'raydi. Buning ustiga shifokor bir qiz borligini aytadi. Arsalon buni eshitib hayron bo'ladi, lekin u qiz ketdi. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling.